Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sizlar bilan Tangir Sanjar. Bugun qanaqa qilib kompyuterlarimizdan onlayn TVlarni ko'rishni o'rganamiz. Demak, boshladik. Bizga birinchi kerak bo'ladigan narsa bu albatta programma. Demak, ushbu silkadan programmani ko'chirib olamiz. Silka videoning tagida bo'ladi, ya'ni siz ko'rib turgan videoning tagida. Demak, ketdik. Demak, skachat va kompyuterimizga skachat qilib olamiz. Atiga 5 megabaytlik narsa. Demak, skachat qildik. Endi esa skachat qilgan narsamizni ustiga 2 marta bosamiz va vibrat parametr punkt uстановка bu yerga hech qanaqa galstuk qo'ymaymiz. Dalej. Mana bu yerdan keraksiz narsalarni olib tashlaymiz, ya'ni har qanday brauzerlarni keraksiz narsalari demak dalej. Bu yerdan ham ikkalasini olib tashlaymiz va установить. Aytib o'taman, bunda faqat rus kanallar bor. O'zbek kanallarni ham qanaqa qilib ko'rishni yo'lini bugun o'rgatib o'tamiz. Ya'ni o'zbek kinolarini faqatgina bitta saytdan ko'rsa bo'ladi hozirda. Demak, gatov. Endi mana bu narsa bizga umuman aytganda keragi yo'q. Mana programmani o'zi. Demak, ochamiz. Demak, bu yerdan siz turgan joyni tanlang. Men hozir Moskva tanlasam, menimcha faqat Moskva kanallari bo'lsa kerak. Masalan, Peter tanlasam, Peterburg kanallari yoki boshqa joy tanlasam, boshqa joy kanallari bo'lsa kerak deb o'ylayman. Hozir men Moskvaga qo'yaman. Moskvani qanaqadir bir joyiga qo'yamiz. Farqi yo'q. Moskva Beeline домашний internet. Demak, men shunga qo'ydim. Okay. Demak, programma ochildi. Hozir bironta kanalni qo'yib ko'ramiz. Demak, первый kanal. Kutib turamiz. Mana ko'rib turganingizdek, hozir menimcha Sochini o'yinini ko'rsatayotgan bo'lsa kerak. HD качествоda. Hozir masalan endi NTV. NTVni ham ko'rsatyapti. Rossiya 2. Ko'p kanallar ko'rsatmashi ham mumkin, aytib o'taman. Chunki bir xil kanallar platniy bo'lishi mumkin. Demak, bizga ko'rib turganingizdek kanallar ko'rsatyapti. Kulturani qo'yib ko'ramiz. Kultura 5 ni ko'rsatadimikan, yo'qmikan? Demak, bu ham ko'rsatdi. Ko'rib turganingizdek, mana hozir Rossiya 2 ni qo'ydik. Rossiya 2 ham ko'rsatyapti. Rossiya 24 bu qanaqa kanalligini bilmayman. Ну, вот, ba'zi kanallar ishlamaydi. Men aytib o'taman sizlarga. Lekin zato kerakli kanallar ishlaydi. HD качествоda. Endi agarda sizga o'zbek telekanallari kerak bo'lsa, agarda o'zbek kanallarini ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta brauzerga kirib mediabyte.tv saytiga kiramiz. Demak, mediabyte.tv. Mediabyte noto'g'ri yozdim. Hozir men bitta mishkada yozganim uchun, demak Mediabyte TV. Demak, kiramiz, O'zbekiston kanallarni hozir topib berishga harakat qilaman bu yerda. Juda sekin ishlaydi sayt. Oldin unchalik ham sekin emas, endi internetingizga va sig'inog'ingizga bog'liq, kompyuteringizga. Demak, ko'rib turganingizdek, bu yerda onlayn radiolar bor va onlayn TVlar bor. Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston va shunga o'xshash esingilarni TV kanallarini ham topishingiz mumkin. Bu yerda hozir bironta yoshlar telekanaliga kiramiz. Demak, yoshlar telekanali. Demak, playda bosamiz va bu yerdan hozir bizga TVni ko'rsatish kerak. Mana ko'rib turganingizdek, juda sekin ochyapti hozir. Demak, onlayn yoshlarni hozir men ko'ra olmadim. Sizlarga ko'rsatish kerak. Masalan, O'zbekiston kanalini ko'ramiz. Ba'zida ishlab, ba'zida shunaqa ishlamay sekin ishlaydi. Mana O'zbekiston kanalini ochyapti, lekin juda ham sekin ishlayapti. Mana onlayn O'zbekiston kanali masalan, polni ekran qilib ham tomosha qilishimiz mumkin. Demak, hozir boshqa kanallarni qo'yib ko'ramiz. Aytaylik, dunyo bo'ylab. Menimcha ushbu kanallar hozir ishlayapti. Dunyo bo'ylab. Va qanaqadir hind kino bo'lib yotibdi, menimcha. Hind kino emas ekan, bu hind ovqatlari ko'rsatuv va boshqa kanallar. Aytaylik, sport telekanali bizga hozir kerak bo'lgan kanallardan biri. Chunki hozir Olimpiada Sochi bo'lyapti. Demak, sport telekanali ko'rsatmaydi, bu aniq.
Demak, Bolajon kanali. Demak, shunaqa qilib, xohlagan kanallarni o'zinglar qo'yib ko'rishinglar mumkin va kinolarni ham ko'rishinglar mumkin. Demak, bugun qanaqa qilib onlayn TVlarni ko'rishni o'rgatib o'tdik. Men ham masalan, boshqa bir programmalarda TVlarni topishim mumkin edi, lekin eng keraklisi mana bu playerdagi TVlar, ya'ni mana bu programmadagilar umuman qotmaydi osonlikcha. Masalan, bir marta qo'ydingiz, ko'rib boshladingiz va umuman bu qotmaydi. HD kачествоda. Mana ko'rib turganingizdek, shunaqa gaplar. Bugungi video darsligimiz demak, o'z yakuniga yetib boryapti. Kerakli savollaringizni albatta YouTube'da Tangirov Sanjar kanaliga qoldiring. Demak, bizning YouTube kanalimiz mana bunaqa kanal. Tangirov Sanjar Computer.uz degan kanal. Albatta bironta videoni ko'rib, oxiriga yetib bo'lganingizdan keyin yoki bironta videoni ko'rib boshlaganingizda, bizda masalan har xil videolarimizdan mana bunaqa boshida mana bunaqa kichkinagina reklama chiqa boshlaydi. Agarda chiqa boshlasa, albatta o'sha reklamaga bir marta bosib, ochilgan saytga kirib 30 sekund masalan turishni yodingizdan chiqarmang. Demak, har qanday savollaringizni kutib qolaman. Sizlar bilan Tangirov Sanjar bo'ldi. Keyingi video urug'larda uchrashguncha xayr, sog' bo'ling.